Jorj Samuel Kleyson. Vavilonlik eng boy odam. Moliyaviy muvaffaqiyatning qadimiy sirlari. Millat ravnaqi fuqarolar farovonligi darajasi bilan o'lchanadi. Qo'lingizdagi risola har bir shaxsning maqsad, uning kaliti, maqsad muvaffaqiyatini to'la va to'g'ri anglab olishdadir. Faoliyatimizdagi mantiq fikrlashimizdagi mantiqdan ustun bo'lmaydi. Fikrlashimiz darajasi qay nuqtaga yeta olsa, aqlimiz o'lchami ham undan o'tib ketmaydi. Ushbu kitob orqali sizga havola etilayotgan taklif-tavsiyalar qashshoqlikdan xalos bo'lishning moliyaviy qonunlarini o'zlashtirib olishda ko'mak beradi. Chunki shu asoslarni o'rganib olgach, mablag' jamg'arish, saqlash va undan daromad olishni bilish, pulning sir-asrorlaridan foydalanishdan voqif bo'lish zaruriyati ravshanlashadi.